bir qiynalgan oilaga akam darvoza qilib berishliklarini aytdilar. Rushnoy работа Samarqand fason darvozamiz bu. Buni Marg'ilonga, Bog'doldiga yasadik. Shuni bu Tojikistonga ketadigan. Tojikistonga ketadi. Mana shu o'zini narxida akam qilib bermoqchi. 1,5 million so'mdan uстановка qilib beradi. Tash darvozani arzon variantda 450 mingdan chiqadigan darvozani 300 ming so'mdan o'z narxida qilib berib, 300 ming qilib o'rnatib beramiz. Assalomu alaykum, Barakot o'z YouTube kanaliga xush kelibsizlar. Yaqinlarim, qadrdonlarim, omonmisizlar, tanajoninglar, sog'mi? Bugungi videoda orqamda ko'rib turganinglar darvoza narx-navolarini inshaalloh sizlar uchun ma'lumotlarini yetkazishga harakat qilamiz. Bilasizlar, darvoza temasi bo'yicha darvozani vatani o'sha Namangan bo'lib yurgildi. Namanganda ham 3 tumani jida gapi, hozir juda ham ilg'or narx-navo, sifat, hamma narsa bo'yicha zo'r ishlayapti. Hozir Abdulaziz akam darvozalarini ko'rsatish uchun yetib kelganmiz. Abdulaziz aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Charchamang aka, joningiz sog'mi? Rahmat. Yaqinlarim uchun aka, men doim bir narsa so'rayman videodan oldin. To'g'risi videodan oldin ham akamga aytdim, ochig'ini aytaveraman. Aka dedim, nimadir beraylik biz obunachilarga dedim. Videoni ko'rib, tarqatib, like bosishlari uchun. Ya'ni bizni obunachilarimizni ichida bir qiynalgan oilaga akam darvoza qilib berishliklarini aytdilar. Buni tafsilotlarini qanaqa yo'nalishda bo'ladi, xudo xolasa videoda oxirida aytamiz aka. Aytamiz aka. Xudo xolasa. Akam o'zlari tayyorlab sotadilar buni aka, o'zingiz tayyorlaysiz u narsani. Sotamiz ha. Sotuvchi bas ustasiz. Ustamiz aka. Faqat zakaz olamiz, zakaz asosida tayyorlab o'rnatamiz. Yasaymiz. Xo'p, aka darvozalarimiz bir qator tanishtirsa endi mana, juda chiroylilari bor ekan. Xo'p. Bu darvozamiz qanaqa? Bu darvozamiz Reflonka. Aha. O'zbekistonda hali trenddan qolmayotgan darvozamiz. Trenddan rastdan qolmayapti. Hamyonbop, o'rtacha rushnoy работа darvozamiz bu. Ha. Bu yerlariga nержавейка tushirilgan, gol svetdan. Choshdi bemalol tarab ketaverasizlar, yaqinlar. Mana bu yerlari ham ko'zni juda haligi qiladi-da. Tepalariga o'sha shikvoznak bo'lish uchun, yorug'lik o'tish uchun lazer guldan foydalanilgan. Ham havo o'tadi, ham nima o'tadi undan? Yorug'lik kiradi. Misol darvozaxonasi nisbatan yorug'roq ham bo'lib turadi. Ruchkalari ham ahamiyat beraverasizlar. E'tibor berasizlar, ruchkalari ham juda ham chiroyli qilib ishlangan. Gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p, aka, bu darvozamiz qanchaga tushadi bizga? Kvadraturasi. Xo'p, kvadrat metrini 800 ming so'm. 800 ming so'm. Kanalingizdan chiqsa, o'zmoz kelishadigan joyi bor. Kelishtirib beriladi. Barakot o'zidan telefon qilinglar, aka, maksimalni kelishtirib beradilar. Xo'p, o'lchash, dastlabki xizmatlari qanaqa? O'zbekiston bo'ylab? O'zbekiston bo'ylab. Tekinmi? Tekin. Bo'l, tekin. O'zbekiston bo'ylab o'lchash, ustanovka, dastlabki xizmatlari ichida, xudo xolasa. Gap so'z yo'q. Yana bir meni e'tiborimni tortgan darvozalardan bittasi mana bu. Haqiqiy mana shohona darvoza olaganlarga aka, gap so'z yo'q. Chiroyli darvoza ekan bu ham. Xo'p, buni qanaqa aka? Rushnoy rabotami? Rushnoy работа Samarqand fason darvozamiz bu. Fasoni ham Samarqand fason deyiladigan yaqinlari. Shunka qilingan, 8 pilistovoy listdan ishlangan. 8 listdan. Buni yonlari nima bo'ladi? Yonlari shiveller bo'ladi. Rossiyskiy shiveller. Ha, rossiyskiy shivellerda qilib beraman deyaptilar ekan. Nimaiki, rushnoy rabota nisbatan og'irroq bo'ladi. Og'ir bo'ladi. Buni ko'tarib turish uchun tabiiy darvozaga umuman yuqa material ishlatilmaydi. Hamma narsasi qalin, baquvvat. Qalin, baquvvat. Nadyoshliklar ishlatiladi. Ishlatiladi. Buni kvadraturasi qanchadan chiqadi aka? Kvadrat metri 2 qavatligi 1 million 300 ming so'm, 3 qavatli bo'ladigan bo'lsa 1,5 million so'mdan uстановка qilib 3 qavatligi ham bo'ladi. 3 qavatligi. Xo'p. Mana shunday holatda tekis orqasidan profil ustidan list qoplanadi. Hozir bu ham taqir-tuqir bo'lmaydi bu ham. Ovozi chiqmaydi bu darvozani ham. Shunka qilingan. Shunka qilingan darvoza, lekin fasoniga bahoda bitta silab beringlar yaqinlar. Men bermayman senga. Kommentariyada yozib ketinglar, men o'zimga juda ham yoqdi lekin. Bundan tashqari men bu tomonda ham darvozalar bor ekan. Mana ularni ko'rsatib o'taylik. Bular kichkina eshiklarmi yo qaysinidir yarimimi bu? Ha, bu mana bu darvozamiz kalitkasi. Ha, mana bu darvozamizni kalitli kiradigan eshigi. Kirib chiqadigan eshigi. Lekin buni ham fasoni juda ham chiroyli chiqqan. Xo'p, bu qanaqa darvoza? Qanaqa tanishtiramiz aka buni? High-tech. High-tech fason deydi mana. High-tech fasonda lazer gul bilan ishlangan high-tech fason darvozamiz. Mana gap so'z yo'q. Buni ham ishlovlariga bitta baho berasizlar. Nijaveykalar qo'yilgan bu joylariga. Qalin bo'ladi faqat. Qalinlikdan qilingan bu narsa. Ikkilik listdan. Buni ham yonlari shiveller bo'ladimi aka? Yonlari shiveller. Yoni tagi shiveller, обязательно. Tagi обязательно shiveller bo'ladi deyaptilar. Puli qanchadan chiqadi?
Xo'p, 2 qavatli variant bo'ladigan bo'lsa, Aha. 1 million 300 ming so'm. Hop. Xo'p, 3 qavatligi 1,5 million so'm. 3 qavatligi 1,5 million so'm bo'ladi. Dizayn yoqqan bo'lsa, bitta like bilan qo'llab-quvvatlab, albatta videoni ko'ryapsizlar, qo'llab-quvvatlab turibsizlar. Men bundan juda ham xursandman. Yana bitta narsa, yaqinlarimizga foydali bo'lishligi uchun, ya'ni qurilish qilmoqchi bo'layotgan yaqinlarga videoni shu joyida shuni jo'natib bersak, menimcha xudo xolasa Abdulaziz akamdan foydalanib olishadi. Nimaki, hozir Namanganda o'zida ham Abdulaziz akam men e'tibor beryapman. Yasab sotadigan kamayib ketyapti. Shunaqa. Shuning uchun akamdan foydalanib qolinglar. Akam xudo xolasa o'zlarini qo'llaridan chiqadigan narsa. O'rtada turib kimgadir yasab turib boshqa qilmaydilar. Shuning uchun akamdan foydalanib qolinglar. Men tavsiyam shu xolos. Xizmatimizni foydalanishlarini so'raymiz. Bo'ldi, foydalanib olinglar. Xo'p, buni aka mana shu darvozamiz qanchaga aylanadi hozir? Mana shu darvozani xo'p, 1 oy bo'lgan zaka solinganiga. Paytida 1 million 450 ming so'mdan qilyapmiz-da. Endi sizni kanalingizdan chiqsa 1 million 300 mingdan qilib beramiz. 1 million 300 ming so'mdan qilib beriladi. To'rga to'r gap so'z yo'q. Darvoza yasalgan. To'rga to'r. Puli qanchaga aylanadi endi hozirda to'rga to'r umumiy kvadrati? Bitta hisoblamasangiz ham bo'ladi. Hech ham nimasi yo'q. Demakki, darvozasi to'rga to'r joyiga necha pulga tushishini menimcha obunachilar ham bilib olishsa. Xo'p, to'rga to'r darvozamiz 16 kvadrat bo'ladi. 1 million 300 ming so'mdan 20 million 800 ming so'm bo'ladi. 20 million 800 ming so'mga o'lchash, dastavka, ustanovka xizmatlari O'zbekiston bo'ylab ichida. Hammasi bepul. Tayyor. Zamoylarigacha o'rnatib beriladi. Zamoylari super zamoy bo'ladi. Super zamoy. Super zamoy, nadyoshniy zamoylardan bittasi. Xo'p, endi bu darvozalarda nisbatan qimmatroqlarni ko'rsatib sizlarga. Adashmasam, bu nisbatan arzonroq fasondagi darvoza aka. Xo'p, buni oti nima? Qanaqa yo'nalishda? Mana shu darvozani arzon varianti. Mana xuddi mana shu dizayn ekan o'zi. Ha, mashina dizayni bunga arzonroq variant qilib olib o'tilgan. Pechatli shtampovka variant. Tushunarli. Bu ham bejirim. Kimgadir shu narsa ma'qul keladi. Ha, nerjivekalarini yopishtirishga uspet qilmadik. Ha, yopishtiriladi, ha, yopishtiriladi. Mashinalar bir xilda bo'lib chiqadi. Birga bir bo'lib chiqadi. Birga bir bo'lib chiqadi. Xo'p, buni kvadrat urasi qanchadan tushadi endi? Buni kvadrati xo'p, nerjiveka qo'yilsa 450 mingdan nerjivekasi varianti, 500 ming so'mdan nerjivekali varianti. Listi 09 bo'ladi. Agar qalin bo'ladigan bo'lsa, biri 3ligi ham bor, biri 2 chiqadi. Biri 2ligi 650 ming so'mdan. 650 ming so'mdan sizlarga aylanadi. Endi kommentariyada yozib qoldiringlar. Kim buni minimalni 1 million 300 ming qilib beraman dedilar. Oxiri kimga 1 million 300 minglik, kimga 500 minglik kommentariyada yozib ketinglar. Men uchun bu juda ham qiziq. Aka, bu darvozalarimiz hozir hammasi zakazga yasalgan. Hammasi zakaz. Hammasi zakazga yasalgan. Aka paytdan foydalanib sizlarga ko'rsatib olyaptilar. Xo'p, mana shu darvoza necha pulga aylanadi aka? Mana shu darvoza 6 millionga aylanadi. 6 million atrofida sizlarga xizmat qiladi. Bu darvozani yarim puliga. Mana 650 ming so'mdan qalin 1-2lik listdan olishadi. 650. 1 million 300 ming bu, 650 ming so'm bu. Vid bir xil. Vid ko'rinish bir xil narsani beraveradi. Endi mana bu yerda o'shani kraska qilinmagan variant. Buni ham sizlarga bitta ko'rsatib o'tamiz. Hozir videoda shoshilmay turinglar. Hozir borib Abdulaziz akamiz sexlaridan ham sizlarga ish jarayonlarini ko'rsatib boramiz. Meniki bu ishonchli bo'lishligi uchun albatta. Mana buni kraskaga tayyor hozir. Kraskaga tayyor xudo xolasa. Kraska qilishga uspet qilmadik. Buni ham ko'rsatib qo'yaveraylik dedik-da. Mana ko'pchilik klientlarimiz kraskadan haligi jalba qilib nima qilishadi? Telefon qilganlar. Kraskasi qanaqa bo'ladi, ko'chib ketmaydi, u bu deyishadi. Savollar bo'ladi. O'shani varianti mana hop yog'ini atti tozalangan. O't ydi, chiroyli qilib tozalab sepiladi, ishda umri uzoq bo'lishi uchun. Aka, darvozalarga bir kafolat ham beralamizmi? Kafolat beriladi. Qancha muddat? 5 yildan 10 yilgacha. 5 yildan 10 yilgacha kafolati bor darvozalarni sizlar Abdulaziz akamdan bemalol olaverasizlar. Endi biz sizlarga o'sha aytib o'tganimiz aksiyamiz deymizmi, Abdulaziz akami bir hadiyalari deymizmi, shu narsani tushuntirib o'tsa, aka. Xo'p, u qanday bo'ladi? Misol uchun mana bu darvozani, ma'lum bir darvozani shunchaki berib yuboramizmi yo yaxshigina berib yubormaymiz. Endi biz ham bola chaqamiz bor. Shunaqa aka, hammaning tirikchiligi bor, boshqa bor. Ustachilik qiladigan odam va qayda hadiya qilishimiz yo'q. Bitta darvozani qiynalgan oilaga 450 mingdan chiqadigan darvozani 300 ming so'mdan o'z narxida qilib berib, 300 ming so'm o'rnatib beramiz.
gap so'z yo'q. O'zini narxida akam qilib bermoqchilar. Men to'g'risi yaqindan beri darvozachilar bilan ko'p video qilgan bo'lsam, ma'lum bir darvozani berishdi ular. Endi hozir Abdulaziz akam takliflari shunday bo'lyaptiki, o'sha qiynalgan oila o'zini uyini o'lchab turib, razmerini aytsa, o'shanga o'zini tan narxiga yasab beraman deyapti. Tan narxiga. Bundan foydalanib qolish kerak faqat yaqinlarim. Borib telefon qilishsa, borib razmerlarni o'lchab, olib, yo'l kiralargacha o'zim qilib o'rnatib beraman. Ustanovkalarigacha. Ustanovkalarigacha. Qilib beradilar albatta. Endi hozir akam sexlarini bir qator ko'ramiz, aytib o'tdim sizlarga ishonchli bo'lishligi uchun. Ketdik sexga. Sexga yetib keldik, yaqinlar ko'rishlar mumkin. Akalarim svarkalarini qilishyapti. Bitta menga eng qiziq ma'lumot, mana darvozani ma'lumoti bo'ldi. Abdulaziz akam aytdilar, buni Marg'ilonga, Bog'doldiga yasadik, shuni aytdilar. Lekin o'ta bejirim chiqyapti darvoza. Qaranglar, mana bu buklovlariga, boshqalarga e'tibor berasizlar. Batlari shipaklavат qilib tindiriladi, xudo xolasa. Endi svarkadan chiqdi. Ha, endi svarkadan chiqdi. Tayyor bo'ldi svarka. Bunisiga nima qilmaysizlar? Hozircha baho bermay turasizlar. Mana bu tomonda o'sha shipaklovka qilayotgan joylar qilinayotgan darvozalari bor. High-tech, bu ham afsona fason bu. Afsona deydi buni. Mana fasoni afsona degani bor ekan yaqinlarim. Ko'ringlar-chi. Endi buni joyida ko'rsatsa ko'pchilik tushunmaydi bu narsani. To'g'risida Abdulaziz aka, lekin sizlarga ishonch bo'lishi uchun bu inson o'zi yasayotganini ko'rsatish uchun yetib keldik xolos. Mana o'sha Marg'ilonga ketadigan darvozani yarmi, mana yarmi. Mana yerda eshigi bor. Kalitkasi mana turibdi. Mana u kalitkasi ochib olib kirib chiqadigan, bitta odam kirib chiqadigan. Mana unisi ramkasimi? Ramkasi bu. Mana ramkasi. Ko'rishlar mumkin. Mana bu ham mana shu darvozani Tojikistondan zakaz olingan. Ha, bu Tojikistonga ketadigan narsa. Tojikistonga ketadi. Mana mashinasi Tojikistonga ketadigan darvoza. Boshladik endi. 14 lik rossiyskiy shivellarda bo'lyapti. Zakazga asosida endi. Asosida. O'zi xohladi, inson shuni og'ir, lekin iloji yo'q. Mana shunaqa qilib bering. Klient aytganini qilib beramiz-da. Tojikistonga yetib olishini ayting aka. Ha. Gap so'z yo'q. Xudo xolasa akamizni qo'llari yo'l. Aloqaga chiqaverasizlar. Abdulaziz aka o'sha narsani hozir biz aytdik-ku, qiynalgan oilaga qilib beramiz. O'sha narsani endi men bir obunachilarimga bir shart deymiz, bir narsa qo'yib kelsam qarshi emasmiz. Mana shu video roligimiz 100 ta kommentariy yig'sa bo'ldi. Akam aytgan narsalarini albatta amalga oshiradilar. Razmerini aytishaveradi. 4 ga 4 mi, 5 ga 5 mi? Farqi yo'q, farqi yo'q. 2 ga 1 mi? Kim qiynalgan oila? O'zlaridan. Men shunaqa qiynalganman, qurilish qildik. Hozircha shunaqa darvozaga bizga ehtiyoj sezilyapti deydigan odam bo'lsa, imkoniyati yo'q. Video 100 ta kommentariy yig'gandan keyin albatta bu narsalar amalga oshiriladi inshaalloh. Laykni bosing, laykni bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Aytib o'tgandek, videoda podelitsiya qilish ham esdan chiqmasin. Abdulaziz aka, menimcha battan ko'rsatadigan narsamiz shu bo'ldi, aka. Darvozamiz bor hali. Mana darvozalar bitmagan, to'g'risi. Mana bu tomonda pechatnisi bor ekan, bu tomonda Toshkentga 3 ta zakaz olganmiz. Bir xil aka-ukalarga. Aka-ukalarga? Aka-ukalarga. 3 ta bir xilda zakaz olingan yaqinlar. Kecha kuni bittasini bir xil mashina olganini ko'rdim, ikkita aka-uka. Lekin bu yerda 3 ta aka-uka bir xil, hammasi bir xil. Darvoza yasattirilgan. Toshkentga zakaz olingan. Bittasi Marg'ilonga, bittasini ko'rdilar, Tojikistonga. Gap so'z yo'q. Xullas akamga ishonch bildiraverasizlar, qo'rqmasdan men o'tda turib beraveraman sizlar uchun. Abdulaziz aka, katta rahmat sizga aka. Anjoningiz sog' bo'lsin. Yaqinlarim kuch-quvvatda qilsin, hammalarni videoda ulashib, o'sha aytganimizdek 100 ta komment, like bilan qo'llab-quvvatlab turasizlar.